Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan o'sha avvalgi videomizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha kuchaytirgichlar orqali mana shu akkauntimizni full holatga keltiramiz. Avvalgi videomiz skautlar orqali mana shu Dream Liganing yaxshi o'yinchilarini birgalikda yiqqan edik. Endi ularni hammasini full qilamiz. Kimga agar xuddi mana shunday olmos vatanga xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizdan yozsalaring bo'ladi. Albatta kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa birgalikda shunaqa qiziqarli videolar olib boramiz. Jigarlar, sizlarga tanga olmos xizmati kerak bo'lsa, bemalol mana shu ro'yxat orqali videoni pauza qilib, bemalol tanga olmos xizmatlarimizni ko'rib olishlaring mumkin. Bizga 80 mingga 40 ming tanga 1 olmos bitta klassik o'yinchi yig'ib beramiz. 5-6 kunga eng qimmatlarimiz 700 ming, 500 k olmos, 500 k tanga va 10 mingta olmos. 2 oyda tayyor bo'ladi 60 kunda. Undan arzonroq tarifimiz ham bor. 150, 300 minglik, 400 minglik, 700 minglik va 600 minglik tariflarimiz ham bor. Bemalol foydalanib, albatta yozishlarim mumkin. Bunaqa mana shu akkaunt 4 ming olmos va 120 ming tangasi, narxi 300 ming. Albatta kelishtirib aytaman sizlarga. Mana akkauntimiz 650 ming, 14 ming olmos va 400 ming tangasi bor. Akkaunt 650 ming. Bu yerda yana bitta akkauntimiz bor. 12 ming olmos bilan 300 ming tangasi bor akkaunt 600 ming senga kelishtirib bermang. Xuddi mana bunaqa akkauntlar ham bor. 100 ta mingta olmosi hamda 50 mingta tangasi bor. Bu 150 ming so'm narxi. Kimda shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Telegram kanaliga yozishlari mumkin. Bu qora akkauntlar ham bor. Bemalol yozishlari mumkin. Kanalimiz o'sha avvalgi kanal. Pastki chizig'i bilan DLC o'zib yozsalaring kelib chiqadi. Birinchi bo'lib biz treyning bo'limimizda full holatda keltiramiz. Agar full holatda keltirsak, bu bizga kuchaytirgichlarni asosan kuchaytirgichlarda juda ham arzon narxlarda foydalansak bo'ladi. Hozir internet sal ishlamayapti. Xo'p. 225 ta olmos hamda 175 ta olmos va bizda treyning bazamiz full holatga yetib keldi. Endi mana ko'rib turishlaring mumkin. Bizga 225 tadan 155 tada 30% chegirma bizga taqdim etildi. Endi bizga hamma o'yinchilar albatta full qilishimizga tanga olmosimiz xudo xolasa yetadi degan umiddaman. Tarkibimizni tanishtiradigan bo'lsak, Donnarumma, Theo Hernandez, Van Dijk, Gabriel, Saliba, Caicedo, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, Holland hamda Lamine Yamal. Zaxirada Rafinha bor, Jude Bellingham bor, Barella, Nicolo Barella, Harry Kane, Michael Olise, Kylian Mbappe, Alisson hamda Muhammad Salah. Videoni boshidan oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya etaman, chunki videomizda mana shu videoda aksiya qilamiz. Xudo xolasa birinchi tipa paketimizni 80 ming so'mlik tarifimizda albatta sizlarga aksiya qilib beraman. Uning ichiga 1,5 mingta olmos hamda 50 mingta coin va olmoslar yig'ib beramiz yerlar. Xo'p, demak biz boshladik. Xo'p, birinchidan Theo Hernandez mayda kuchaytirgichlarni birinchi ishlatib olsak, o'kinglar birdaniga o'sha legendarniy kuchaytirgichlarni isga solamiz va bizga Rafinha, Erling Haaland va Theo Hernandez kuchaymoqda +3 darajasidan. Xo'p, yaxshi. Jude Bellingham, Harry Kane va Hernandez. Kommentga yozsalaring, keyingi video qanaqa video bo'lsin, o'sha eng ko'plik like yiqqan kommentga keyingi videoni xuddi shunaqa qilib chiqarib beramiz. O'tgan safarga qo'yilgan videomizga mana shu akkauntni full qiling degan komment kelibdi. Unga eng like ko'p yig'ibdi. Xudo xolasa mana aytganimizdek mana video mana shu akkauntni full holatga keltiramiz. Agar kimgadir xuddi shunaqa akkauntlar hozir reklama qilib o'tdim, xuddi shunaqa akkauntlar kerak bo'lsa, bemalol bizning Telegram kanallarimizga yozsalaring, xuddi shunaqa akkauntlarda
albatta sizlarga olib beramiz. Va boyagi Ronaldo Champions, Messi Champions, Ronaldo 88-89 Messilarni sotib olmoqchi bo'lsalaring, bemalol bizning Telegram kanallarimizga yozsalaring, albatta yig'ib berishga, topib berishga harakat qilamiz. Akkauntlarimiz 100% halol. Vinicius Junior 6 ta kuchaymoqda, yaxshi +4 dan. Yaxshi, biz davom etamiz. Brazillik 7 olmosdan kuchaytmoqda futbolchilarimiz. Hozir bizga 10 mingta olmos deyarli hamma o'yinchimizni full qilishga bemalol yetadi. Holland ajoyib tarzda kuchaymoqda, 400 chiqdi endi. Pastdagi udar darajasi ham, shot darajasi ham 100 qilamiz xudo xolasa. Yaxshi, Van Dijk, Jude Bellingham, Muhammad Salah. Yangi topgan Vyetnamim, xudo xolasa akkauntlaring konimizga bersalaring hech qanaqa ban yemaydi. Yaxshi, mana +5 darajadan kuchaymoqda. Akkauntlaringiz ban yemaydi. Akkauntlari ham 100% halol. Vyetnamga albatta o'zim gaplashib, sizlarga chiroyli qilib akkauntlarida olib beraman. Siyosiy pas xizmatlari ham bo'lsa, bemalol yozsalaring, albatta ochib beramiz. Xo'p, bizga Rafinha, Salah va Harry Kane. Ajoyib. Vinicius Junior, Jude Bellingham va Lamine Yamal. Yaxshi, Harry Kane, Theo Hernandez va Kylian Mbappe. Caicedo. Yana bitta taklifim bor sizlarga. Men xuddi mana shu akkauntni hali bizga 200 ming coin olmosimiz, coinimiz bor. Bemalol Real Madrid hamda Barselonaning tarkibini yig'sak bo'ladi. Nima deysizlar shu gapga? Skautlar orqali albatta biz ajoyib. Bellingham, Olise hamda William Saliba +4 va 5 darajadan kuchaymoqda. Bellinghamning stir va stamina darajalari 100 va tezlanishi Olisening 100 bo'lmoqda. Yaxshi, Theo Hernandez, Caicedo va William Saliba. Yaxshi. Real Madrid hamda Barselona tarkibini yig'amiz, xudo xolasa. Va yaxshi, bizga bonus kuchaytirgichlar ham berilmoqda. Theo Hernandez yana bitta 100 chiqsa, 400 tepadan chiqadi. Xuddi mana shu akkauntimiz ham sotib olishlaring mumkin. Telegram kanaliga albatta reklama qilib o'taman. Telegram kanaliga qo'shilib olsalaring, xudo xolasa juda ham ajoyib DLC'ning eng oxirgi yangiliklari albatta bizning Telegram kanalga o'tib bemalol tanishib olishlaring mumkin. Yana bizda plus kuchaytirgich berilmoqda. Davom etamiz. Van Dijk, Michael Olise hamda Rafinha. +3 darajadan kuchaymoqda. Va bizga birinchi bo'lib Jude Bellingham full ko'rinishda yetib kelmoqda. 94. Ajoyib. Jude Bellingham juda ham yaxshi kuchaydi. Tezlanish 95 bo'lib qoldi, qolgan darajalari 100 juda ham ajoyib. Davom etamiz. Rafinha, Lamine Yamal hamda Vinicius Junior. Bizda 6000 olmosimiz bor. Ular bemalol full qilishimizga yetadi, xudo xolasa. Lamine Yamalning va Rafinhaning stir darajalari 94 dan. Harry Kane'lar ham bitta chiqsa bo'ldi. Va bizga yana bonus kuchaytirgich berilmoqda. Ajoyib. Lamine Yamal, Nicolo Barella hamda Muhammad Salah. Viniciusdan 3 ta chiqib bo'libdi va stir darajalari 85. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, xudo xolasa. Hozir 8000 ta bo'lsak,
10 mingta bo'lsa, juda ham katta aksiya qilaman. Xuddi shunaqa bitta akkauntda sizlarga sovg'a qilaman. Mana shu video chiqqanini ertasi kuni Xudo xolasa kanalga aksiya qilib o'taman. Endi har doim bitta video chiqarsam, o'sha videodan har bittasiga aksiya qilaman. Aksiya qanday bo'ladi? Misol uchun xuddi mana bunaqa karta bo'lsa, tashlayman sizlarga Telegram kanaldan. Kim birinchi bo'lib topsa, ana shu obunachimizga Xudo xolasa birinchi tarafim 80 minglik tarafdan akkauntiga Columbus xizmatini yig'ib beramiz va bizga ikkinchi bo'lim Michael Olise full bo'lmoqda. Juda ham ajoyib 300 va 97 darajalar 95 bo'lib kuchaymoqda, ajoyib. Xo'p, biz davom etamiz. Van Dijk 400 bo'ldi, Van Dijkniki va William Saliba ham, Gabriel ham 400 bo'lmoqda. Yaxshi. Akkauntimiz pashta full darajasiga keldi. Kevin De Bruyne sal kuchayishi o'xshamay qoldi, lekin yaxshi. Va sal yemay qoldi. 90 daraja, 96 darajasi bo'lganiga juda ham ajoyib kuchayar edi. Bruno Fernandes, Kylian Mbappe yaxshi. Va bizga Bruno Fernandes full bo'lmoqda. Kylian va Rafinhadan 400 chiqdi, biroq Bruno Fernandesning tezlik darajasi 99 darajasiga qolib ketdi. Yana bizga bonus kuchaytirish berilmoqda. Plus 4 darajasidan. Yaxshi. Yana bir marta berilmoqda. Yaxshi, mana Saliba bilan Viniciusning tepasi 400 bo'ldi. Bizga Nicola Barella ham full holatiga juda ham ajoyib kuchaydi, 300 va 94 darajalari. Endi oddiy kuchaytirishimizni ishga solamiz. Bizda bitta Kaysedo qolgan ekan, qolgan hammasini tepasi 100 holatiga yetib kelibdi. Kaysedoni albatta full holatiga keltiramiz birinchi. Yana bitta 100 bo'ladimi? Va tezlanish 99 bo'lib qolmoqda. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, bizga hozir akkauntimizning fitness darajalari hammasi full bo'ldi. Endi biz legendarniy kuchaytirishlarni isga solib, akkauntimizni full qilamiz va joyi bizda Harry Kane, Muhammad Saloh full bo'lmoqda. Ko'rib turishlaring mumkin, juda ham yaxshi. Screenshot olamiz. Yana bitta legendarni kuchaytirishimiz Lamine Yamal full holatiga yetib keldi. Tepadan 400, kontrol to'p nazorat 95, pas 93 va udari 91 holatiga yetib kelmoqda. Yana bitta legendarni kuchaytirishimiz hamda Theo Hernandez va bizga Rafinha full bo'lmoqda. Yaxshi, Theo Hernandezdan 400, Rafinhadan ham 400. Yana bitta va Vinicius Junior. Vinicius Junior full holatiga yetib keldi. Afsuski 88 udar qolib ketdi, mayli, bunisi ham bo'ladi. Va Van Dijk ham full ko'rinishiga yetib kelmoqda. 93 tepadan 400 va 93 to'p olib qo'yish darajalari. Gabriel hamda Brown, Holland full bo'lmoqda. Yaxshi. Hollanddan 500 va Gabrieldan 4 ta. Juda ham ajoyib. Mbappe, Saliba,
bizaga Mbappe bilan Saliba qolib ketgan. Bitta legendarni kuchaytirishga solamiz, balki Mbappedan chiqar va afsuski Saliba full bo'lmoqda, lekin Kylian mayli ikkitalik berib ko'ramiz, endi iloji yo'q. Qani nechi bo'lar ekan? 98 holatda kuchaydi va yaxshi 500 va 98 juda ham ajoyib kuchaydi. Xo'p, endi bizga davrizabonlar bor. Davrizabonlarni ham albatta full holatga keltiramiz. Kurtua, Alisson, va Donnarummalar. Yaxshi, yana bitta legendarni kuchaytirishimizni ishga solamiz. Kurtua bilan Alisson full bo'lmoqda, yaxshi. Juda ham ajoyib kuchaydi. Va bizga bitta Donnarumma qolib ketmoqda. Va Donnarumma ham full 95 va 90 ajoyib tarkibimiz mana shu holatga yetib kelmoqda. Xo'p, birin-ketin biz kuchaytirgichlarni ko'ramiz. Ko'rib turishlaring mumkin. Hollanddan 5 ta 100, Yamaldan 4 ta, Viniciusdan 4 ta, Brunodan 2 ta, Van Dijkdan 4 ta, Saliba 4 ta, Gabriel 4 ta, Caicedo 3 ta 100, Saliba 4 ta 100, Hernandez ham 4 ta 100, Kylian Mbappe 5 ta 100, Harry Kane 4 ta, Olise 3 ta 100, Rafinha ham 4 ta, Bellinghamdan esa 3 ta 100, Muhammad Salah 4 ta 100, Barella ham 3 ta 100 ga yetib kelmoqda. Bizga 3000 olmos ortib qoldi. Xudo xolasa 3000 olmosda ham videoning 3-qismi ham xudo xolasa chiqadi. Qolgan o'yinchilarni ham scout orqali qidirib sizlar bilan birgalikda full qilamiz. Hozircha videoga like bosib esdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lish ham, Telegram kanaliga qo'shilib obuna bo'lsalaring men xursand bo'lardim. Xudo xolasa keyingi videolar ko'rishguncha hozircha xayr jigarlar.